Al-Hadis surasida aytilishicha, dunyo faqat o'yin kulgu, ziynat, o'zaro maqtanish, mol-dunyo, farzandlarni ko'paytirish, boylik, mansab shu kabilardan iboratdir deyilgan. Bu xuddi yomg'irga o'xshaydi. Undan chiqqan o'simlik kofirlarni hayratga soladi va o'sha o'simlik quriydi. Oxirat esa abadiydir. Dunyo o'tkinchi, oxirat abadiy. A'la surasida ham aytilishicha, sizlar dunyoni hayotini afzal ko'rdingiz. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroq. Dunyo faqat sinov uchun berilgan. Buni juda yaxshi bilamiz. Hozirgi zamonda ham ko'p insonlar mansab, boylik, mol-dunyoga o'ch va tashnadir. Oxiratni esa unutib qo'yishmoqda. Kofirlarning hayoti hozirgi vaqtda biz uchun qiziqroq tuyulyapti. Ammo oxiratni unutib, uni yodimizdan chiqarib qo'ymoqdamiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning avlodidan bo'lganimiz sababli bu narsalarni unutishimizga haqqimiz yo'q. Kofirlarning hayoti shunchaki jahannamga yetaklaydi. Shu sababli oxiratni, jannatni esimizdan chiqarmaylik va tavba qilishga shoshilaylik.